Ikkinchisiga bo'g'oz bo'lsa, birinchisiga bo'lsa, endi kira chiqarayotganlardan bo'lsa, qidirib yurganlar bormi? Mana akalar olib kelib qo'ydik. Ishbozlarga sotiladi, xudo xolasa. Zoti anaqa deb yurimiz, zoti mol lekin o'ta sifatligi, tog'-boqalari hamma yo'llari kelgan. Assalomu alaykum, A'lochorani hurmatli obunachilari, YouTube ishbozlari, Chorva ishbozlari, xudo xolasa akalar, 5 yosh molimizni bugun e'tiborlar uchun obzorlarni qilib, ma'lumotlarni beramiz, yo'qsa aloqaga chiqib qo'rasizlar. Bitta sigirimiz, 4 ta bo'g'ozimiz bor, xudo xolasa bitta boshdan boshlaymiz. O'zim hammasini ma'lumotlarini berib chiqaman. Yo'qsa bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharqon tumani O'rta Sharqonda. Bugun hafta kuniga seshanba 7-iyul oyida turibmiz. Xudo xolasa mana mollar sifatlilar. Bo'lsam ketdi boshlaymiz, xudo xolasa. Videoda kamchiliklar bo'lsa telefon qilsanglar, xudo xolasa o'zingizlar telegramlarga ham tashlab berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yana bir marta. Xudo xolasa birinchi molimizdan boshlaymiz. O'zimizni obunachilar uchun O'zbekiston bo'ylab dastavka qo'yapmiz. Dastavkalarimiz bor. O'ylanmaysizlar, manzil Andijon viloyati Sharqon tumani O'rta Sharqonda. Xudo xolasa mollar sifatiga o'xshim gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu birinchi xonajinimizdan boshlaymiz. 7 oylik bo'g'oz jonivor shotlari ham, paylari ham zo'r, xudo xolasa. Birinchisiga 7 oylik bo'g'oz, ikkinchisiga 2 kurada endi chiqaryapti. 2 yashar endi bo'lyapti. Yoni hisobi yur 7 oydan o'tgan bo'g'oz 7 oylikka beramiz. Bular biri 30 dan baland. 30 plyusga olasizlar. Aytilgan razmerda sog' salomat yetib boradi. Yebichiga, sog'lig'iga bir hafta garantiyalarni beramiz. Molni turuvlarini ko'ryapsizlar. O'sha ayb nuqsoni yo'q. Yog'ish qaytarib turibdi. Yebichlar hamma yo'lga javob beramiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa hammasini kami bor, kelishamiz. Shu molimizga 35 million narx qo'yapmiz, xudo xolasa. Ozgina o'tib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Mollarga sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Jonivor shaqini ichidan dumni ichigacha kelganda o'ta chiroyli jonivor. Boshlarga o'shim gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan tomonlardan sog'asizlar. Joni hisobi yo'q. Narxi 35 million kam bor. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kamini qilib beramiz. Ikkinchi molimiz. Buni ham 7 oylik bo'g'ozga beramiz. To'ylar 1.30. Buni ham yoshlari behijolat. Xudo xolasa, xohlagan tomonlardan sog'olasizlar. 8 kiralarni chiqargan, ichida bitta ham tishi bosgan, boshqasi yo'q. Hammasi yosh, bitta ras oshib kelsa 3-chisiga. Bo'lsam 2-chisiga mollarim hammasi. Ana birinchisiga, bunisi 3-chisiga beraman. 3-chisini tug'adi xudo xolasa. 7 oydan osha bo'g'oz, 7 oylikka garantiya beraman. Molimizni orqa yetlari korobka. Ichda birorta ko'tpas boshqa mol yo'q. Hammasini sifatiga o'zim javob beraman. Sog'lik, salomatligi zo'r, xudo xolasa. Molimizni yoshlariga bichiga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma yo'q ma'lumotlarni ayting. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 32 million so'm ozgina xayri bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa yirik molimiz. Telefon qilaverasizlar. 3-molimiz. Bunisini ham 3-chisiga olaveringlar. Endi 8-kuralarni chiqaryapti. Oqsuda yo'q elinlarda 7 oylik bo'g'ozga beraman. 7 oydan kam emas, xudo xolasa. Tishlari endi 8 kuralar chiqaryapti. Bo'ylarini 1.25 ga olaverasizlar. Orqalari pachka. Rosa semirgan jonivor. Bunimiz akalar A'lochorvaga 27 million 500 ming so'mga qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. 3-molimiz, endi 4-molimiz mana. 6 oylik bo'g'ozga garantiya beramiz. 3-chisiga qora malikasidan so'ra ishqibozlarga qora sigir qilaman, qora mol boqaman deganlarga mana. Ishqiboz bo'lsa, o'ta chiroyligidan qora mol. Cho'qiluvchi qoralardan, tutay oqlardan mana. Xolasa mazaq sigir qilasa, bo'ylari 1.25.
Ular 1.25. Bo'g'ozlar 6 oylik, ozgina suti ham bor, bir xamir, xohlasanglar sog'inglar, xohlasanglar chiqarib olinglar. Mollarimi ichida mana. Buni ham mana ko'tlari, ko'tfas, ko'tkuch boshqa mollar emas. Orqalari karobka, orqa ko'ti baland. Mashinasiga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bundan tushadigan bo'zak ham normali bo'ladi. Boshdan kallalarni olib ko'rsatib, xudo xolasa molning sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xohlasanglar ikkinchisiga olinglar, xohlasanglar uchinchisiga, 8-chilarni endi chiqaryapti. Hali yosh, kelajagi oldinda. Ehtimol 10-15 ta tug'adi bemalol. Uni ham xudo xolasa uzoq yashaydigan yaxshi mol, chunki sog'lom kavush qaytarib turibdi. Narxiga 27 million 500 ming kami bor, plus O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. O'sha kanallarda bunaqa narxga qo'yib bermayapmiz. Bo'lmam O'zbekiston bo'ylab dastavka yo'q. Dastavka qilib berganimiz yo'q. O'zimiz obunachilarimiz uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, mana kanalda O'zbekiston bo'ylab dastavkani qilib beramiz. Buning narxlarini ham kelishtirilgan narxlarda birinchi bo'lib o'zimiz kanalga chiqarib beramiz mollar. Oxirgi molimiz sigir. Bolachasi, xohlasa buni ham bitta so'ydi, bo'g'oz narxida qo'yib beraman. Bolasi bor. Molimiz 10 litr suti bor. Bolasidan oshgan 8 ta garantiya beraman. 8 litr sutiga garantiya bor. Bu tayini olgan sutalar oppoq. Dumlam netganimiz yo'q. Dumlashi chotiga sig'may ketadi. 2 mahalik suti chotiga sig'may ketadi. Hozir bolasi ham tayida yuribdi, eng o'tdi. Ana yoshlar mana kelar. Bolasi oldida bora qarab turishi, boshqa qilish shart emas. Bitta yedirib turib, tashlasizlar. Bu sut chiqishlari ham xudo xolasa paslar 8 litr sutiga, yeb itishiga garantiya beramiz, yoshligiga garantiya beramiz. Bolasi xunaji. Molni bo'ylari 1.25 ga olasizlar. Buni ham orqalari pachki karobka, xudo xolasa ko'ti pastga altamol emas. Molimiz mana bu yonida ikkinchi bolasi. Hali yosh, xudo xolasa ko'p tug'beradi. Sutlarni ham bitta yaxshilab olib qo'ying. Narxini ham xudo xolasa arzon kelgan arzon beramiz, unaqa qimmat qo'yib berish yo'q. 30 million so'm kami bor, plus O'zbekiston bo'lib dastavkasi ham bor, xudo xolasa. Mana mollarimiz xudo xolasa narxlari zo'r bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.